Ayrim prezidentlar safarlarida hatto o'z hojatxonasi bilan yuradi. Buni sababini aytsam, maktabda bir holatni eslaysiz. Siz yoqtirmani bosing, men davlat rahbarlari haqida bir nechta qiziq dalillarni sanayman. O'tgan yili Putin bilan uchrashuvdan chiqqan Shimoliy Koreya rahbari ushlagan stakan, o'tirgan stul va stol barchasi maxsus xizmatchilar tomonidan tozalangandi. Kim Chen In o'z hojatxonasi va hatto chiqindi qutisi bilan yuradi degan gaplar ham bekorga emas. Sabab DNK ma'lumotlari yoki biomateriallarni razvedkachilar qo'liga tushirmaslik. Maktabda siz ham gugurt qutisida bunday materialni topshirgansiz. Esladingizmi? Putinning bo'yi past, lekin ko'p suratlarda buni yashirishga urinishadi. Ya'ni uni doim u turgan tarafdan pastroq rakursdan suratga olishadi. Shunda u hech bo'lmaganda boshqalar bilan tengroqdek ko'rinadi. Chunki bo'y ham bir siyosat. Endi rasmga tushishda boshqalardan uzunroq ko'rinish uchun nima qilish kerakligini bilasiz. Ko'pincha prezidentlar kortejida bir xil ko'rinishdagi bir necha mashinalar harakatlanadi. Davlat rahbarini ehtimoliy tajovuzdan chalg'itish uchun bu usuldan foydalanishadi. Ba'zi holatlarda yo'nalish yoki vaziyatga qarab prezident mashinasini almashtirish ham mumkin. Ayrim yadroviy davlatlar rahbarlari yonida doim maxsus chemadan yuradi. Uni harbiy ofitser olib yuradi va prezidentdan uzoqlashmaydi. Bu yadroviy chemadan, lekin bomba tugmasi emas. Uning ichida aloqa vositalari va qaror qabul qilish protokollari bo'ladi. Ya'ni prezident biror qaror qabul qilsa, bir necha bosqichli tizim ishga tushadi. Sizda yana qanday ma'lumotlar bor? Yozib qoldirsangiz, mavzuni yanada to'ldirgan bo'lasiz. Bizga obuna bo'lib qo'ying. Zarar qilmaydi.